Qozog'iston Respublikasining prezidenti Nurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ruxsat etingizlar. Shavkat Miromonovich, so'z sizda. Biz Turkiy davlatlarning strategik sheriklik, abadiy do'stlik va qardoshligi to'g'risidagi shartnomani qabul qilishni taklif etamiz. Turkiy mamlakatlar tarixi kabi fundamental tadqiqotlarni birgalikda yaratish dolzarb vazifalarimizdan biri deb hisoblaymiz. Bugun tashkilotimizning tarixiy hujjati Turkiy dunyo xartiyasini qabul qilishimiz qardosh davlatlar va xalqlarimiz o'rtasidagi kuchayib borayotgan ko'p qirrali hamkorlikning yorqin ifodasidir. Aminmanki, biz Turkiy dunyoni yanada jipslashtirish, uning mavqeini oshirish, o'zaro manfaatli va do'stona aloqalarimizni chuqurlashtirish, hamkorligimizni yangi bosqichlarga ko'tarishga erishamiz.